Assalomu alaykum. Yorqinbek o'z kanalining obunachilari hamda chorva ishqibozlari. Mana ko'rib turibsizlar, gidroponikamizda bugun nasib bo'lsa 4-kun tugab 5-kun boshlanishi. Nasib bo'lsa 4-chislaga eksperiment uchun qilib boshlagandik. Mana bugun 9, ariga 5-kun uje boshlanadi. Soat unda ham men bir 9 o'yin atrofiga taxlagandim. Xo'sh, bu eksperimentimiz menga yoqmadi. Ya'ni juda ko'p katta xatolarni qildim desam, noto'g'ri gapirmayotgan bo'laman, to'g'ri gapirayotgan bo'laman. Chunki sababi mana bu ko'rib turganlaringiz, mana oshxona lalisi, ya'ni patnisi. Bunga biza 1 kilomiz necha kilogrammga o'zgarishi haqida eksperiment olayotgandik. Ya'ni bizaga 1 kilo bug'doyimiz necha kilogramm bo'ladi? Ya'ni qo'ylagan necha kilogramm qanchadan bersa bo'ladi? Mana shunaqa narsalarni hisob-kitob qilish maqsadiga bu narsani qilgandik. Bizning birinchi eng katta qilgan xatomiz patnisimizni tagini teshmaganimiz. U katta xatoga kirmaydi deb o'ylayman, chunki mana ko'rib turibsizlar, tagi o'ta go'zal bo'lib turibdi. Hali hech qanday chirishlar yoki bir boshqa bir nima bo'lmagan. Unchalik tagini teshish ham shart emas ekan. Buni birinchi bo'lib xato deganim sababi biza mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Qaranglar, qancha bug'doy tepaga ko'tarilib qoldi. Bu mana shu chizig'i bo'ylab, bug'doy turgandi bunga. Chizig'i bo'ylab turgandi. Bu tagiga mana shunaqangi tomir qilgandan keyin, xo'sh, bug'doy tepaga ko'tarilganda mana e'tibor berib qarasalaringiz, hozir men ana bu yog'ini sizlarga ko'rsatmoqchi edim o'zi. Aslida bunga quyosh nuri ham kerak bo'lar ekan. Endi biza shuna uyga yetdik. Endi hamma ham o'zini uyiga qiladi, endi gidroponika joyi bo'lmagandan keyin. Xo'sh, shuna uyga yetdik. Bug'doyni qo'ydik, ustidan namlatda yopib qo'ydik. Oldingi videoga ko'rgan bo'lsalaringiz kerak. Keyin ustidan suv sepdik va hokazo. Xullas kuniga 3-4 marta suv sepdik. Bunga quyosh nuri kerak ekan. Mana keyin joyini o'zgartirdik. Mana bu uyga hozir video olaman. Bu uyga hech kim kirmaydi. Hech kim kirmagani uchun mana shu yerda qo'ydim. Mana bu yashillar mana shu uyga kelgandan keyin, quyosh nuri ko'rgandan keyin bo'ldi. Mana hozir e'tibor bersalaringiz, mana shunda ham 1 kilo bug'doyimizdan 100% bug'doy hammasi ko'kardi deb aytmayman sizlarga. Chunki uni hammasi ko'karmadi. Mana yaqinlashtirib ko'rsatsam sizga. Daji butun bug'doylar turibdi hamda. Ko'rsalar. Mana shu daji hali mana shu tomir ham qilmaganda mana. Xullas bu eksperimentimiz menga yoqdi, chunki hozir sizlarga kilogrammni ham ko'rsataman. O'zini patnisi bo'lishi kerak. Mana shuni o'ziga 1/2 kilo qo'yib qilsa bo'ladimi? Hali buni ham ko'ramiz yana ham. Xo'sh, hozir yana buni sizlarga taroziga qo'yilgan variantini ko'rsataman. Videoni kuzatishni davom eting. Xo'sh, mana azizlar, tarozini oldik. Tarozini mana yoqib oldik. Mana 0 ga keldi taramiz. Xo'sh. Bismillah. Hozir endi bitta o'zimlik qilay, buni patnisini olib tarozini ustiga qo'yaman. Keyin ko'rsataman, videoni to'xtatib turaman ungacha. Xo'sh, mana azizlar,
Men patnisdan ayirib oldim. Taroziga keltiramiz. Tak nechi? Mana uchi 22. Azizlar, buni uchi 22 bo'lganini sababi sizlarga mana o'sha aytib o'tganimdek, mana bug'doylarning hammasi ko'karmagan. Nimagaki bizani patnisimiz 1 kiloni o'stira olmaykan, chunki uni tagi tomirlari bug'doyni shishirib tepaga olib chiqib qo'yar ekan, to'kilib ketami deb o'yladik. Mana hamma bug'doy ham ko'karmagan. Hozir buni yana suv berib kilosini oshirsa bo'ladi. Bir hafta 10 kun vaqt oladi. Mana bugun 5-kunni boshlanishi ekan. Hammalaringizga rahmat. Siz bilan Yorqinbek O'skanali bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bitta like bosish esdan chiqmasin. Shuncha mehnatimizga prosmotr addushi va zo'r bo'lyapti. Faqat bitta like bosib qo'ysangiz xursand bo'ladim. Rahmat, sog' bo'linglar.